Jizzaxda rashk tufayli shifokor kaltaklandi. Biz hozir Nargiza opam oldiga kelganmiz. Ko'pchilik Jizzaxda ayol uzichi so'rashadi. Nargiza opa o'z ishini ustasi bo'lgan uzichi hisoblanadi. Областной больницаning oldida o'z ish faoliyatlarini olib boradilar. Nargiza opa hozir sizga ayollardagi har qanday kasalliklar bo'yicha uzi tekshiruvlarini olib borasiz. Shunday Nargiza opa? Ha, shunday. Asosan ayollarga tegishli bo'lgan patologik holatlarni o'zida ko'rib beraman. Qolaversa, ichki organlar, jigar, o't, buyrak, oshqozon bezi, taloq. Tushunarli Nargiza opa. Hozir juda ko'pchilik ayol uzichi so'rashadi, ya'ni erkak kishiga tekshirishni xohlashmaydi. Jizzaxda ba'zi joylarda janjal bo'lgan joylarni ham ko'rganman. Ya'ni erkak uzichiga tushirmayman, ayol uzichi kerak deganlarga Nargiza opam Jizzaxda eng yaxshi uzichi hisoblanadilar. Manzilga keladigan bo'lsak, Областной больницаning eski darvozasidan chap tomonga o'tganda, aptekalarning o'rtasida yo'lakcha bor. Mana bu joyda strelka ham ko'rsatilgan. Ichkariga 100 metrlar kirganda Nargiza opa ayollar uzisti.